Assalomu alaykum barchaga yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Begoms kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa mana bugun Kaliforniya qizil yomg'irchi o'lchagiga zakaz olgandik. Navoiy viloyatiga xudo xolasa ketyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Shunda 3 kvadrat 6 ta banan korobkada xudo xolasa olib borib chiroyli qilib joylashtirib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz bilan birgalikda Begoms biznesini boshlamoqchi bo'lganlar aloqaga chiqamiz. Yangilikda juda zo'ri bor. Xudo xolasa video oxirigacha ko'ringlar, bitta batafsil tushuntirib o'tamiz. Yurtdoshlar, ana burchakda Begomslarimiz bor edi, 7-8 ton atrofida. Ular tugab, xudo xolasa hamma Begomsimizga klient chiqqan. Narada ham elab tayyorlaganmiz. 15 ton atrofida xudo xolasa chiqib qoladi. Begomslarimiz yangilikni aytib o'tamiz. Begom sohasiga oid Begomsdan bo'ladi yangiligimiz. Xudo xolasa fermerlarga subsidiya ajratilishni boshladi. Bu bir oylar oldin boshlangandi. Hozir rasman hamma fermerlarga xudo xolasa subsidiya ajratilib, Begomslardan olib yerlarga foydalanishni tavsiya qilinib olinyapti. Fermerlar Begoms olib xudo xolasa yerlarga beryapti. Xo'p yurtdoshlar, buni Begomsga xudo xolasa bundan buyog'iga klientlar juda yaxshi bo'ladi. Hech kimni Begoms qolib ketmaydi. Kimda Begoms bo'lsa, xudo xolasa bizga aloqaga chiqinglar, qo'ldan kelgancha o'tkazib beramiz, nechta tonna bo'lsa. Hozirgi vaqtda Begoms biznesini boshlab sota olmay turgan shogirdlarimiz yoki aka-ukalarimiz shu Jizzax atrofida, G'allaroldimi yoki Jizzaxmi, shu atroflardagi akalar, ukalar bo'lsa, Begomslarni sota olmayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yetkazib beramiz. Sotib beramiz xudo xolasa Begomslaringizni. Xo'p yurtdoshlar, kanalga obuna bo'lib qo'yishda, layklar bosishni unutmaysizlar. Xudo xolasa bir-biridan ajoyib videolar chiqishda davom etadi.